Abdukarim Mirzayev degan bir inson bor. Suhbatlarni ko'rib qolib, menga yoqib qoldi Rahim Sukul. Bitta birinchi o'rinda madaniyat, o'zbekiylik, urf-odat. 5-sinfgacha prezident maktabiga yo'nalishi qanchalar yaqin maktab bo'lsa, shunga beraman deb ko'p joyda aylandim. Keyin Rahim Sukulga kelganda qattiq to'xtadim. Farzandingiz bizda o'qishar ekan. Farzandingiz haqida ma'lumot bersangiz. Farzandim bu yil 2025-yil sentyabrda Rahim Sukulga 1-sinfga kirdilar. Xudoga shukr, o'qishlari endi sizlar baho berasiz asosan. Bu Rahim Sukulni tanlashimga menga eng asosiysi Turkiyadagi bir qadrdonimiz Abdukarim Mirzayev degan bir inson bor. Shu insonni ko'p ko'raman, ko'p shu insondan bir tarbiya olaman o'zimga, hayotiy bir izohlar olaman. Shu insonni oldiga bu Rahim Sukulni yaratgan maktabda Azbek degan bir ukamiz ekan. Shu inson bilan suhbatlarni ko'rib qolib, menga yoqib qoldi Rahim Sukul. Nimasi yoqdi? Bitta birinchi o'rinda madaniyat, o'zbekiylik, urf-odat. Hamma bayram ham bo'lavermaydi. Asosiysi mana Navro'zga, Hayitga, shunaqangi biraligi o'zimizning urf-odatlarga bag'ishlangan, o'zimizning urf-odatlarga yaqin bir o'zbekona maktab ekan. Ustozlari hamma bilimlik. Shuning uchun menga yoqqani uchun shu maktabga berdim o'g'limni. Maktab tanlayotganingizda nimalarga e'tibor bergansiz? Xo'p, maktab tanlayotganimda birinchi o'rinda 5-sinfgacha prezident maktabiga yo'nalishi qanchalar yaqin maktab bo'lsa, shunga beraman deb ko'p joyda aylandim. Keyin Rahim Sukulga kelganda qattiq to'xtadim. Bu maktab prezident maktabi bilan birga bir raqobatdosh maktabligiga ishonch hosil qilib, shu Rahim Sukulni o'zim uchun mahkam ushlab, o'g'limni niyat qilib shu maktabga berdim. Mana hozir 2-chorak tugab, 3-chorak tugayapti hozir. Ya'ni shu 6 oy, 7 oy davomida qanday o'zgarishlar sezdingiz? O'g'limda o'zgarishlarda juda ham katta o'zgarishlar sezdim. Avval o'zi madaniyatligida yana ham bir madaniyat qo'shildi haligi. Yaxshi insonlarga yaqinlashsa yaxshi bo'ladi, yomonga yaqinlashsa yomon deydi. Qozonga yaqin yursang qozon qorasi yuqadi. Bu o'g'limni hozir mana maktabda olayotgan darsligi uyga borganda shaxsan o'zi qilyapti. Birinchi etapda, birinchi chorakda biz yordam berardik ota-ona. Ikkinchi chorakda sal mustaqil bo'ldi. 3-chorakka o'tganda yordam so'rasak, dada toliqsam so'rayman deyapti. Xudoga shukr. Toliqqan yo'q, yaxshi ketyaptilar. Madaniyat tomonidan ham haligi ovqat yeyishdan oldin qo'l yuvish, salomlashish, birinchi kim kelsa ham birinchi bo'lib assalom deyish, farqi yo'q, yoshmi, kattami, kichikmi. Inson bilan muloqotlari, samimiyligi. Men o'g'lim bilan juda ham ko'p muloqotda bo'laman. Maktabga kelishimiz, mashinada ketishimiz, bir joylarga boradigan bo'lsak, ko'p suhbatlashaman. Maktabga kirgandan beri ustozlariga rahmat, sizlarga rahmat. 1-sinf bolam, 1-sinf bas, 5-sinfda madaniyat, Xudoga shukr. Endi men 5-sinfdan prezident maktabiga olib o'tish niyatim bor edi, sekin o'zgarish boshlanyapti. Xudo xolasa yaxshi bo'lib tursa, rivojlanishi yana ham yaxshi bo'lsa, 11gacha o'qitamiz. Farzandingiz mana shu 6-7 oy o'qish davomida qanaqa yutuqlarga erishdi? Yutuqlarga juda yaxshi yutuqlarga erishdi. Mana matematikalarda hozir Yaponiya bosqichiga chiqdi. O'zbekiston bo'ylab matematika 1-sinflarga mana nimadan o'tib, birinchi etapdan o'tib, hozir O'zbekiston bo'yicha chempionlikka, da'vogarlikka kecha kuni Toshkentga borib qatnashib keldik. Yangi oyda boshiga Xudo xolasa 5-o'niga Alloh nasib qilsa e'lon qilishadi. Shular ichida bor deb o'ylayman o'g'limni. Xudoga shukr. 1-sinfga bu juda yaxshi ko'rsatkich bo'lsa kerak deb o'ylayapman. Albatta. O'zi maktabga kelishda, ya'ni sizlar majburlab yuborasizlarmi yoki o'zi ertalab xarxasha qilisharmi yoki o'zlari ya'ni maktabga xohlab kelisharmi? O'zi xohlab turadi. Ertalab 7da o'zi xohlab turadi. Yuvinib, chiroyli taranib, o'ziga e'tiborli bo'lib, 7:30dan 20:08gacha уже biz yo'lga chiqamiz. Hali shu kungacha bir 5 minut kechikkan joyimiz yo'q. Endi har banda Xudoning bandasi deydi. Kasal bo'lib qolsa iloji yo'q, davolanadi. Boshqa kuni muammosiz. O'zi o'rtalarni sog'inadi. Dada shanba kuni ham o'qish bo'lsa deydi. Endi iloj. Nizomga qarabki, hamma yo'q. Albatta. Shunaqa. Yana bizning maktabda qanaqa o'zgarishlar, qanaqa yaxshilanishlar bo'lishini xohlardingiz? Hozirgi kunda o'zgarishi yetarlicha. Ancha-muncha maktabga qaraganda bu yerda o'zgarishlar
u maktablar yetib olish kerak Rahimovga. Rahimov bas. O'zgarishlar hozir biz so'ragan narsa bor. Ustozlari, darsligi hamma yetarli xudoga shukr. Mentallik so'radik, mentallikni o'sha qo'yishdi yo'lga. Mani o'g'lim o'tgan yili bog'chadaligida mentallik bo'yicha respublikada chempion bo'lgan. Gрамоталari, nimalari hamma yo'g'i bor mentallik bo'yicha. Shunga yo'nalishga qarab ketyapti endi xudo xolasa. Mana ingliz tili, mana 2-sinfdan rus tili deyilyapti. Yana nima kerak? Rahim School'ni boshqa farzandi o'sha 1-sinfda yoki boshqa sinflarda bo'lganlarga tavsiya qilasizmi? Albatta. Jonim bilaman, ko'pchilikka tavsiya qilyapman shu kunda ham. Sentyabrdan beri nechta inson bilan ko'rishsam, nechta inson bilan o'tirgan bo'lsam, endi so'rashadi, o'g'lingizni qayerga berdingiz? Rahim desam, tanlashda adashmabsiz deydi. Bu Rahim haqida ma'lumoti bor insonlar mukammal nima beryapti? Javob adashmabsiz. Men aytdim, xudoga shu adashganim yo'q. Bundan bag'ri ham xudo xolasa adashmaymiz. Yaxshi yo'nalishda ketamiz. Ko'pchilikka aytyapman, Rahimga beringlar bolalaringiz. Bolalaringiz ilmli, bilimli, farosatli, zakovatli, madaniyatli bo'lishini xohlasangiz, insonlar otangizga rahmat, onangizga rahmat deyishini xohlasangiz, Rahimga bering deb aytyapman. Endi tanlash o'zlarida. Mendan tavsiya. Albatta. Katta rahmat aka, vaqt ajratganingizga katta rahmat. Salomat bo'ling. Sog' bo'ling. Rahmat.